Ketdi. Assalomu alaykum. 2024-yil 21-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyati Nishon tumani 5-tuman nechinchi xonadon? 155-xonadon Abdullayev Ashraka xonadoniga 4 kilovatt quvvatdagi fotoelektr stansiyani, ya'ni 10 grid tizimdagi fotoelektr stansiyani to'liq o'rnatib ishlarini yakunladik. Fotoelektr stansiyasi normal holatda ishlayapti. Tanishtirib o'taman. Quyosh botganligi sababli hozir tablomiz o'chgan holatda turibdi. Bu yerda shet o'rnatilgan, mana bu shet 40 amperli shet ikkita qo'yilgan. Bu tarmoq shet hisoblanadi. Ya'ni siz tarmoqda qachonki montaj ishlarini to'g'rilayotgan paytingizda bu shetdan o'chirasiz. Keyin mana bu yerda inverter switchi bor. Switchdan burab o'chirasiz. To'liq o'chgandan keyin montaj to'g'rilab, yana xuddi shu tartibda qaytadan qo'shib chiqishingiz kerak bo'ladi. Zazimlanalar qilingan, ko'rishingiz mumkin. Zazimlanalar to'liq montajlari bilan hamma joyi o'rnatilgan. Sizga inverterning pasport hujjatlari taqdim qilaman. Garantiyalar bilan tanishtirib o'taman. Garantiyalar panellarga ishlab chiqaruvchi tomonidan 15 yil garantiya beriladi. Inverterlarga 1 yil garantiya beriladi. Servis xizmati o'zi 1 yil hisoblanadi. Baya Amerikan bo'linglar.